Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Aldı bilen munbirimizde o'qilgan nadir asarlarni yoqtirib anglayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga o'tliq salomlarim yetsin. Andin oldin eskartib qo'ygim kelyapti. Bu qitimliq programmamizda dаңlıq yazgıçılarımızın nadir əsərlərindən anlamayısınız. Belki Kəminənin addi qələmədə tızılğan əməli turmuş kartinlərim mücəssəmlənən qurlarını diqqətinizə sunum. Mən o'ttur məktəbdə oxuyatqan çağlarımdan başlapla kündəlik xatir yazatdım. Bu adət elə həm mənim sadiq həmrahim. Bəzi günlərdəki xatirlərim özümge xeyli yarab qalıdı. Şu vəcidin ilgiri munbərdə bir neçə qitim kündəlik xatirəmdən elinğan ariyan oqub berdim. Bəzi qarindaşlarının yaxtırğanlığını bilib, həm köp xursam boldum. Bu qitim huzurumlağa qışlıq su çömülüş degan temidagi ariyan oqub berman. Ehtimal bu mavzuni anlapla bəzilərinlərinin tənləri cıgıldap ketken bolışı mümkün. Əksicə, yani bəzilərinlər, mən mi qışda su çümülümən degen boluşunlar mı mümkün? Roşenki, sizlərinin bu ariyanı anlığandın keyinki çin təsiratlarınlarını oquşunu tolumu arzu qılamın. Xoş. Qışlıq su çümülüş. Kündəlik xatirəmdin. 2024-yili 9 yanvar seyşembe. Bəzide hava rayidin məlumatlar bəkmi toğru çıxıdı. Cənvədə tünügündən başlap kirgen cudun adamge qahırdan qışının açıq soğuqunu toydurub atıdı. Bugün mu soğuq boludu hem qar yağıdı deb aldın məlumat berividi, ətdigəndila qar uçqulları görünüşke başladı. Kökni quyuq külrəng tuman qaplığan. Lekin adamni g'eyriblandirdigan holatda emas. Qari bək qattiq yig'ib ketishdan ilgari qar gullari bilan o'ynag'ash yugurib olay deb o'ylab taraddudlandim. Hava rost soğuq. Ammo meni yugurash niyatimdan yaltayta oladigan darajada emas edi. Öyden çıkışımga her günü koçideki gezit sandıqıdan gezit setip aladigan pensioner qo'shnimiz meni ko'rib, "Yaxshimisiz G'ayratli xonim, yana yuguraydikansiz-da? Yaxshi yuguring" deb salomlashdi. Menmo rahmatim bilan salom qaytirdim. Ham boshqacha g'ayratlanib ketgandek bo'lib qoldim. Haqiqatan mu qishdiki soğuqda adamning dala hareketlerini qilish niyati bo'lsa-mu, ba'zida yetarlik hareketlendirgich kuch bo'lmay qoladi. Albuki mana shundaq oddiy so'zlar kishiga azdir ko'pdir ilhom bo'ladi. Uşşaq qar uçqullari mağzimga yenik urilish bilan tangla diqqatim butunlay shularga ag'dirildi. Çişimlar. Yüzlerimge, közlerimge mana tilimximi çişimlar. Sizlarni bəkli yaxşı görmən. Sizlərmi balağa oxşaysızlar. Çoğ bolsanglar qattiqroq yağısızlar. Ziminga oppoq to'n kiydirsizlar. Ammo men yugurab bo'lg'icha cho'ng bo'lmay turinglar, ha? Birer saat bo'lsa-mu sizlar bilan qiynab o'ynab olay. Qar uçqulları goya xiyolimni tushangandek üstü beshimga yenik tushadi. Atrofimda erkilab aylanadi. Tushmo yoki reallik. Nima degan go'zallik bu? Kichik chog'larimda Urumchida qish fasli bakmi sovuq bo'ladi. Qar ajoyib qattiq yog'adi. Qishdiki eng cho'ng xushalliqim dadam yasab bergan chana bilan do'ngdan teyilib tushib o'ynash edi.
Mahalladagi do'stlarim bilan musobaqalashsak, ko'p vaqtlarda men yengib olatdim texi. Yengilmagan kunlarimda dadamga chananing ostiga o'rnatilgan po'latlimni qayta bilab, ichikletib berishini talab qilib turib olatdim. Shuning bilan keyingi qitimliq musobaqalarda yana yengib olishga ko'zim yetib, xo'sh bo'lib ketadi. Ondan muz ustida nur o'ynashni pek yaxshi ko'ratdim. Nurchi hamshirlarimning hammasi o'g'il, menla bir qiz edim. Atrofimizdagi tomoshabin qiz do'stlarim uchun bo'lsa-mu, o'g'illardan qilishmay nurimni toza pirqirtatdim. Har xil shakldagi cho'ng-kichik nurlarning kun nurida parqirab pirqirashlari ajoyib chiroyli ko'rinadi. Yoshlik davrimdagi qish fasllarining aslimalari texmi shirin, texmi romantik. Bizning uyimiz Urumchidagi xalq bog'chisining yanida bo'lg'ashqa, hatto oxirlari do'stlar bilan bog'chaga berib, qorlarda yurishni, qorlarda do'milab, qor ichib o'ynashni yaxshi ko'rardik. Bog'chaning ichidagi sun'iy ko'lning suyi qishda muz tutadigan bo'lg'ashqa, muz usti faoliyatlarni qilg'ili bo'ladi. To'liq o'tirib maktabda o'qiyotgan chaqlarimizda tantarbiya darsida shu yerga berib muz tayyorlatdik texi. O'ylasam, sinfimizda bir-birini yaxshi ko'rishib qolgan yoshurun oshiq mashqlar uchun bu to'lim bir obdan fursat bo'ladi. O'g'illar o'zlarining katta qo'g'dug'ichi ekanligini dalillab, muz tayyorolmay qiynalayotgan qizlarni belidan mahkam tutib olib, muz tayyordirgan bo'lib elishadi. Qizlarmi hargiz yo'q demay, o'g'illarning qo'llarini chim tutib muz tayyorlashadi. Bu o'yinlarni bayqagan ba'zilarimiz mana yaxshi fursat deb ularning o'z ko'ngillarini izhor qilishlariga ilhom beradi. Ari maktab hayotimdagi qish fasl xotiralari texmi unutilmas. O chaqlarda bizning sinfimiz qizil binoda bo'lg'ashqa, qor yaqqanda binoning kaynidagi o'rmonliqlarla bizning qong'ucha o'ynab bilishimizga yetarlik edi. Sinfimizdagi umrida texi tuzuk qor ko'rib baqmagan boshqa yurtliq saboqdoshlarimizning qilin yaqqan oppoq qorlarni tunji qitim ko'rgandagi hayronlik hayajonlari naqadar jalbkor bo'lgani. Balaliq, yoshlik davrlarimda esimga muhr bo'lib besilgan qish faslaridagi mangulik go'zal aslimalarim bo'lg'ashqimikin, men Shveysariyaning qish faslini bakmi yaxshi ko'raman. Bugun shamol yo'q deyarlik. Qor gullari xohlagan yerlarga nozlanib tushmoqda. Bir necha rat tilimni chiqarib bersam, sal hayiqda muqandaq bir necha tal qor gullari tilimga shundoq tasda tushdiki, ta'mini tetib bo'lgacha erib ketdi. Qoldirg'ini faqat aram baxsh, so'g'uq sezimli bo'ldi. Atrofga baqdim. Kentimizning qish faslidagi manzaralari o'zgacha. Hamma yerni bir xil timtoslik qoplagan. Go'yo uxlayotganlarni uyg'otib etmaslik uchundek. Yugurish yo'lim ko'p pallarda o'xshash bo'lsa-mu, ammo har qitim etizlar yoki o'simzorliqlar va yoki olmaliqlarning yollaridan o'tganimda ulardagi o'zgarishlarni ko'rib, xiyoliy mo'nglishiman. Ana, ba'zi etizlardagi qishliq terilg'ular unishga boshlag'ashqa, xuddi yeshil gilam selib qo'ygandek chiroyli ko'rinadi. Yana ba'zi etizlarda biroz qishliq ko'ktatlarmi turibdi. Üzüm ko'chatlari hatto yovi shoxlaridan ayirib etilib, qahriton qishni faqat bir tal g'ul shig'i bilan o'tkazishga allburun tayyorlangan. Alma ko'chatlari butun yo'parmoqlardan ayrilg'ashqa sal bechora ko'rinadi. Ammo bahor keldimi, shoxlaridan yangi biqlar burtib chiqib, ondan hüppida chechaklab, ko'z kirmayla shoxlari ko'tarolmay qolgan mevalarini bog'vanning etikiga to'kishga oldiraydi.
Haras. Bugün yana odatda yugurganda uchirtadigan oq eron, ya'ni oq qo'tan bilan kulrang eron, ya'ni ko'k qo'tanlarni ko'rib, yana kelib tunji qitim ikkisini bir yerda ko'rib, shunda xo'sh bo'lib ketdim. Bütün kuchim bilan toza yugurayotganda mushundaq ko'ngillik manzaralarni ko'rsam, qaytadan g'ayratlanib ketaman-da. Qisqasi, yugurashning payziga yetadigan yana boshqa bir harakat turi yo'qmikin deyman. Yo'q. Hozirda xiyolimdan kashgan bu qarshimni darhol inkor qildim. Chunki qishda ko'lda suv cho'milish qandaq payzi, ha? Mana bir yildan beri Dilfurozmi qishda suv cho'milayotdi. Hatto tunji qitim Janvadagi an'anaviy Rojdestvo lo'nqisi qishliq suv cho'milish musobaqasiga qatnashdi. Yaraysiz qizim. Yugurayotdim. Qor gullari o'zlarini yuzlarimga, ko'zlarimga, lablarimga davomli yenik urmoqda. Xiyol kaptarlarim buningdan bir necha yil ilgari men qishda ko'lda suv cho'milishni boshlagan damlarga qanotlandi. Bir chaqlarda qishda ko'lda suv uzayotganlarni ko'rsam, tallarim jug'ildab ketadi. Yana bir chaqlarga kelganda ixtiyorsiz meningmi qishda suv uzgim kelib qoldi. 50 yoshga kirgan yilim bu yil cho'qim qishda suv cho'milaman deb o'zimga raqobat e'lon qildim. Shuning bilan birga qishda suv cho'milishning badanga bo'lgan ta'siri, suv cho'milganda diqqat qilishga tegishli ishlar qatorliq aloqador uchurlarni o'qib turdim. Suv muhiti odamning jismoniy va ruhiy sog'lomligi uchun nihoyat foydali bo'lib, odatda suv iqimining besimi, qon aylanishini jonlantirish, may cho'kmalarini eritish, terini uvulash va chimitish rolini o'ynaydi. Suv uzganda odatda bütün muskullar xizmat holatida turadi. Odamning diqqatimi suv uzish harakatiga yig'iladi. Shuning uchun suv uzish jismoniy jihatda muskullarni chingitish, yurak funksiyasini yaxshilash, terilarning ching bo'lishi, badan eg'irligining muqimligini saqlash, badan immunit kuchini oshirish qatorliq nurg'un manfaatlarni bersa, suv uzganda bütün diqqat suv uzishga markazlanadigan bo'lg'achqa, turmush va xizmatdagi jiddiyliklarni o'ylamay, shu damdan to'liq bahra elish imkoniyati tug'diradi. Mutaxassislarning qarashicha, qish faslida sirtda, mayli uchuq suv uzish ko'lchaklarda bo'lsin yoki tabiiy ko'l daryolarda bo'lsin, qarallik suv cho'milib turish sog'lomlik uchun texmi foydali ekan. Badanning immunit kuchini oshirish, qon aylanishi, metabolizmini yaxshilash va har xil yallig'lanishlarni azaytish qatorliq jihatlarda ko'p manfaatlarni berdi ekan. Qishda suv cho'milganda yana menga bir xil hormon, ya'ni endorfin hormonini ajratib chiqaradigan bo'lib, bu odamning og'riqqa chidamchanligini oshiradi ekan. Yig'inchoqlaganda qishda suv cho'milishning foydasi borki, ziyni yo'q ekan. Odatda salomatligi yaxshi, yurak va qon aylanish sistemasi kasalliklari bo'lmagan har qanday odam qishda suv cho'milsa bo'ladi ekan. Adam ba'zida ruhiy jihatdan tayyor bo'lsa-mu, jismoniy jihatdan ojizlik qiladi ekan. Ko'z yumib ochqicha 2-3 qishmi uzab ketdi. Lekin o'zimga e'lon qilgan raqobat o'rinlanmay turaverdi. Har qanday bir ishning vaqti soati bo'ladi degandek, ehtimol qarali kelgan bo'lsa kerak, bir kuni qat'iy qarorga keldim. O kuni 2 fevral seshanba edi. Janvada bir necha kundan buyon osmon tarini turib, go'yo biriga butnab qolgandek go'zal ruxsarini hech ko'rsatgisi yo'q yuratdi. Uning ustiga to'xtamay shamol chiqib, odamni sal
şükürleştiripmi koyup atatdı. Su üzgülü baradigan köydен çoqum bilib berishim kerak deb jekilab kelib atgan yo'ldashimga qarorımni aytdim. Ba'zida mana bu qishmi o'tib ketdi, yana suv cho'milarmiding deb masxara aralash chaqchaq qilib qo'ydigan odam u kuni bugun havo yaxshi emas, bakli so'g'uq, havo ochiqroq bir kuni borsang yaxshimikin? Bo'lmasa ko'l bo'yiga bekor berib yandigan ish bo'lmasin yana deb ko'zimga tikildi. O kuni men rostla tayyor bo'lgan edim. Shunga ikkilanmasdan bekorga berib qaytmaymiz apandim, dedim qat'iylik bilan. Biz ko'l bo'yiga yetib kelganda, ko'l bo'yida yana bir aylan texi yengila suvdan chiqib turibdi ekan. Suv qandaqroq ekan deb so'rasam, u kishi hayajonlangan holda so'g'uq, ammo bak payzi bo'ladi ekan. Mening tunji qitim qishda cho'milishim, dedi javoban. Men uchunmi tunji qitim ekanligini aytganimda, u kishi g'ayratli bo'ling deb meni rag'batlantirdi. Kiyimlarimni yechib, bir qadamdan mengib suvga kirdim. Nimda so'g'uq, dahshat so'g'uq ekan deb voysig'ach suvga ilgarilab kirib, suv tizimdan oshganda o'zimni asta suvga yotqizdim. Bayqa bola ham do'sti va atrofdagilar bravo, yaraysiz deb to'lab ketishdi. Kirgandan keyin bir necha minut bo'lsimi uzay deb o'ylab, ko'lning sal ishkirsiga qarab uzdim. Uzab ketayotganimni ko'rgan yo'ldashim, bo'ldi, birinchi qitim bak yiroqqa borma deb jiddiy chaqirg'ilib turdi. Shunday qilib, faqat bir necha minut bo'lsimi uzdim. Suvdan chiqqan vaqtimdagi tuyg'u bo'lsa, menda azaldan ko'rilib boqmagan bir xil shodlik edi. Badanimdagi suvlarni sirtishtirgach, buningdan keyin qishliq suv cho'milishni davomlashtirganligimni bildim. Chunki til bilan ifodalash mumkinsiz bo'lgan o xil shodlikni faqat jismim va ruhim menga his qildirib turadi. Uyga qaytgandan keyin qizimga darhol ovozli uchur yo'lladim. Qizim yaxshimi? Bugun ko'lda suv cho'mildim. Rasma? Oxir cho'milibsiz-da? Yaraysiz opa. Ha. Oxir. Bek payzi bo'ldi. Suvga 2 qitim kirdim danga texi. Wow, yaraysiz opa. Sizdan faxrlanaman. Yana bir challenge-ni o'rinlabsiz. Keyin qizim bilan ko'rishganda, shu kuni ko'lda suv cho'milgandagi his tuyg'ularimni og'zimga tegmay hayajon bilan so'zlab berdim. Kichik vaqtimizda bir qitim og'zimga selib qo'ygan heliqi sakraydigan kampit esimizdimi? Dastlab suvga kirganda suv bakmi sovuq to'yildi. Xuddi badanimga jingli sanchilayotgandek azoblik hatto. Ammo suv odamni o'ziga shu qadar kuchli tortadi ekanki, hargiz yenib chiqib ketgim kelmadi. Bir necha minut cho'milib chiqqandan keyin badanimdagi butun hujayralarim go'yo sakraydigan kampit yeb olgandek butun badanim charaslab ketdi. Xuddi millionlagan inchki cho'qimozlar teramdan sirtqa etilib chiqayotgandek tuyg'uda bo'ldim. Ammo minut o'tmayla butun badanim o'tdek qizishga boshladi. Ajoyib. Ömrümdə əzəldən his qilib baxmagan yeni bir xil sezim, yeni bir xil tuyğu, özgəcə şadlıq. Sizmi çoxum bir sınab bekin qızım. Billa berib çömüləyli. İşinimenki yaxşı görüb də qalasız.
Mən kichikimdinla su üzüşni yaxshi ko'ratdim. Texmi to'g'risi su üzgənlərə bəkmi həvəs qılatdım. Su üzüşni yaxshi öyrənib bilish istikim fəvqəladə güclük edi. Başlanğıç məktəbdə oxuyatqan çağlarımda yazның tomuz issiq kunlari mahallamizdagi bir do'stim bilan Urumchi Qiziltog' su uzish ko'lchikiga anda sanda, ba'zida hatto apamdan beso'roq berib turatdim. Pijg'irim issiqda 1-2 soat uzun o'chira tuturib, su uzishni ancha bilmaydiganlar kiradigan 1-numorliq ko'lchakda su uzganlarni do'rab, su uzatdik. Odamlarning ko'pligidan har navbatda faqat 1 soatli su uzgili bo'ladi. Soat to'shqanda cho'ng kanayda qattiq varqirab, hamma odamni chiqarayotgandan keyinla qayta kirgizatdi. Shunga suga faqatla qanmaydim. Su cho'milishni o'rganishdan söz aşqılı teximi bo'lmaydi. Shuningdimi suga chilinib, piltimlab o'ynab olganimdan mamnun bo'lib qaytatdim. Ehtimal shu bola chaqlarimdagi su uzishga bo'lgan havas ushqunlari qalbimda ko'milib yotgan chig'i sharoit tug'ilgan hamon yelinjashqa boshildi. Mən 1999 yıl yazda tunji qitim Shveysariya Konfederatsiyasining o'qish mukofot puli bilan ilmiy ziyoratchi o'quvchi sifatida Shveysariya kelganimda, universitetdagi haqsiz ijtimoiy va tantarbiya faoliyatlarining ko'pligidan ham hayron bo'ldim, ham bakmi shodlandim. Shundaqla bu qimmatli fursatlardan yaxshi foydalanishga bel bog'ladim. Aldı bilen tanlığınım su üzüş dersi boldu. Ders haftada faqat bir qitim 1 saatla o'tilatdi. Ammo men shu qadar qizg'inlik ham astoydillik bilan o'rgandimki, har kuni degidek 1 soat su üzüşni mashq qilatdim. Natijada su üzüşning bir necha xil shaklini xeyli yaxshi o'rganib oldim. 1 yillik ilmiy ziyorat o'qishimni tamomlab vatanga qaytgandan keyin tunji qilgan ishim bo'lsa, qizim Dilfuruzni elib, Urumchidagi Qizil turna su uzish klubiga berib, qizimga su uzishni o'rgatish bo'ldi. Dilfuruzning shu vaqtdagi qizg'inligi, astoydilligi ham qo'rqmasliklarini o'ylasam, hali ham hayajonlanaman. Janba ko'lida tunji qitim su uzgandan keyin haqiqatanmi qish faslida haftada birer qitim ko'lga berib, bir necha minut su cho'milishni odatga aylantirganimga bir necha yil bo'lib qoldi. Bu jarayonda Dilfuruz ba'zida men bilan birga berib, menga hamroh bo'lgan bo'lsa-mu, lekin suvga kirgili faqatla unamagan edi. Men cho'milmayman, opamlar cho'mildi. Ale. Opam vannadek issiq suv tushgandeklam chiqib ketdi. Nochi. Ammo otalarimiz dastlab chiqqan quloqdan keyin chiqqan mungiz eshib ketibdi deb bekorga aytmagan ekan. O'tgan yilning beshida qizim bir do'sti bilan birga berib, ko'lda suv cho'milganligini deb meni bakmi xush qilib atgan edi. Shuningdan keyin bir necha qitim Janva ko'lida birga cho'mildik. Ana bola ikkilan bir-birimizni rag'batlantirib, sovuq suvda uzish vaqtimizni tadrijiy uzartdik. Ba'zida Dilfuruz mendan 1-2 minut uzunroq uzgan chaqlarmi bo'ldi. Vaholanki qizimning qishliq su uzishni boshlab, ikkinchi qishdala Janva Rojdestvo lo'nqisi qishliq su uzish faoliyatiga qatnashishini o'ylabmi baxmagan edim. Janva Rojdestvo lo'nqisi faoliyatining tarixiy kelib chiqishidan so'z etishga to'g'ri kelsa, 20-asrning boshlariga qaytishga to'g'ri keladi. 1934-yili Parijdagi Sen daryosidagi qishliq kollektiv suv cho'milish faoliyatining ilhomida Fransiyalik Rene Doria degan kishi tunji bo'lib 9 kishi bilan Janva ko'lida Rojdestvo lo'nqisi
degan nom bilan qishliq suv cho'milishni boshlagan ekan. Arada 2 qitim havo bakli sovuq bo'lganlikdan faoliyat amaldan qoldirilganini hisobga olmaganda, Rojdestvo lo'nqisi har yili Rojdestvo bayramidan ilgirki yakshanba kuni ilib berilmoqda. Janvadagi muhim an'anaviy tantarbiya faoliyatlarining biriga aylangan Janva Rojdestvo lo'nqisi suv uzish faoliyati odamlarning g'ayrat, jasoratini sinaydigan bir turli ommaviy tantarbiya faoliyati bo'lib qolmasdan, o'z navbatida yana u avam xalqning bir xil ko'ngil ichish faoliyati hisoblanadi. Bu qitimliq, ya'ni 2023-yillik Rojdestvo lo'nqisi qishliq suv uzish musobaqasiga 4300 dan ortiq odam qatnashib, tarixida odamlar eng ko'p qatnashgan rekordni yaratdi. Bu navbatlik Rojdestvo lo'nqisi men uchun mangu unutilmas aslim bo'lib qolgusi. Sababi ana shu sovuqqa parvo qilmay botirlik bilan suvga sakragan 4300 dan ortiq azimat qatorida bir Uyg'ur mening Dilfuruzimni sanaldi. Qizimga madad berish uchun kelgan eng yaqin do'stlarining hayajonli ilhomlari meningkidan qilishmaydi. Dilfuruz o'zi bor guruhidagilarning ichida birinchi bo'lib nishonga yetganda hammasi bravo Dil deb to'lishib ketishdi. Afrin qizim. Albatta, qishda suv cho'milish hech bir cho'ng ish emas. Nurg'un kishilarning nazarida hatto tilga olg'uchiligi yo'q bir ish bo'lishi mumkin. Halbuki qishda bir suv cho'milishni orzu qilib yurgan, dastlab ko'zi yetmay, keyin qat'iy irodaga kelib, orzusini o'rindagan bir shaxs uchun hayotidagi bir muvaffaqiyat hisoblanadi. Chunki bu xildagi harakatlar bilan shug'ullanish uchun sog'lom tan bo'lsa kifoya qilmaydi. Texmi muhimi, odamda kuchli iroda ham jasorat bo'lishi kerak. Yurak barim, hayot yo'lingizdagi har qanday to'salg'u mushkulotlarni qaysarlik bilan yengib, xushal yashag'aysiz. Yugurish musobaqasini o'lchash soatim 10 kilometr bo'ldi deb jakarlaganda, qor gullari xeylala cho'ng'ib, zaminga oq libos yepishqa boshlagan edi. Deb yugurishdan to'xtaganimda, kuchli nafaslarimdan tenimning ham ruhimning bu qitimliq yugurishdan mamnun bo'lganligini anglagandek bo'ldim. Tabiat nima degan sehi, ha? U o'zini so'yganlarni hassilab so'yadi. Mushadamda bag'rimni ichib uningga intilsam, go'yo u meni g'oyat zo'r illiq qo'yniga avaylab olgandek tuyg'uda bo'lavatdim. Yashash nima degan go'zal, ha? Tamam. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Atalarımız saqlıqda xo'rliq yo'q degan maqal orqali har vaqt salomatligini asragan, ruhiy holatda tetik bo'lgan odamning hargiz kamsitilishga uchramaydiganligini qayd qilgan. Ishonamanki, aranglarda mayli yoshlar bo'lsin yoki yeshi biroz zo'rayganlar bo'lsin, tan tarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanayotganlar cho'qim oz bo'lmasa kerak. Qarallik badan cheniqtirish odamning o'ziga bo'lgan ishonchisini oshirish, qiyinchilik, to'salg'ularga duch kelganda aktiv pozitsiyada ish tutish ruhini hozirlashda ijobiy rol o'ynaydi. Qizim Dilfuruz ikkimizning turmushimizdagi bu ariyani diqqatinglarga sunushdagi maqsadim ro'shanki, qarindoshlarning badan cheniqtirish qizg'inligini oshirishda aktiv energiya yo'llash uchundir. Oxirida har biringlarning teninglarga salomatlik, turmushinglarga xotirjamliklar tilayman. Xayr-xush, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.
Aman bolaylı. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2024-yil fevral janva. Bu yilgi bu lo'nqa talish musobaqasiga Dilfuruz xatmi qatnashdi. Shuning uchun bizga alohida bir xotira kun bo'ldi, qizim. Ben senin grupandaki birinci oldum ha.